الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله زحزحي الحجب فقلبي غاب في ظلمة ذنبي نظرة في العمر حسبي تجعل الميت حيا كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli qarındaşlar, biz bugün Sure Nisa'nınki 50. ayetiga keldik. İlgirki ayetlerde Allah Subhanahu ve Taala ehli kitabınınki op-uçuq bir şekilde yolsuzlarca paket delil yok asasta Allah Subhanahu ve Taala'dan Allah Subhanahu ve Taala namidin yalgan məlumatlarını haqqı taqtib atqanlığı şu qatarda özüne dereceden taşqarı kötürüş, aqlash, odatdagi kishilardan farqli kishilarda qarash qatorliq ulardagi ba'zi ig'ir xatoliklar, ig'ir tushunchalar, ig'ir iftirolar haqida Alloh subhanahu va taolo o'zining payg'ambariga qanaqib turib, xitob qilib turib, payg'ambariga xuddi naq maydon bir xatolikni dalil pokit bilan ko'rsatgan, ishorat qilgan shaklda alam tara ilallazina yuzakkuna anfusahum degan oyatlarni bu shaklda bayon qilib bergandi. Hamda bugungi oyatda yanıla masalaga takror qanaqotdi, qartiyotdi. Ahli kitobdan yuz bergan ba'zi ig'ir jinoyatlarga, ochiq oshkora xatoliklarga Rasulullohni qanaqotdi, diqqatini buravotdi, shu tarafga qartiyotdi, chunki masala intayin ig'ir. Oyatga kirishdan ilgari qarindoshlarga eskartib qo'yishga tegishli nuqta nima uchun Qur'oni Karimda ahli kitob bo'libmi Yahudi va xristianlarga oid bu xildagi mazmunlar ko'p ta'kidlanadi desa, bular asli samoviy din mansublari. Alloh subhanahu va taolo bularga payg'ambar avatgan, bularga kitob tushagan. Ammo vaqt o'tgan sari bular üzgü tushgan shu kitobning taqozosi bo'yicha ish qilmay, masalani yo oshkora shaklda o'zgartirish, oyatlarni o'z o'rnidan yo'tkib o'tish yoki xato tushuntirish boshqalarga o'zininki manfaati, ma'naviy moddiy manfaati, shu vaqtdagi nupuz masalasi o'zidagi mushta bir ahvollar sabablik bularning yo'ldan chiqish ahvoli ig'ir o'g'achqa. Andan bizmi mohiyati bir ahli kitob bo'lg'achqa, Qur'oni Karim bizga tushgan, payg'ambar bizga avatilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizning shular tushib ketgan, shu xatolarga tushib ketish ehtimolimiz nihoyat yaqin. Ya'ni normal oshkora dindan chiqib ketmaymiz zaten. Ammo masalani o'zgartiramiz. Masala qo'rqinchli masala. Atrofda ko'ryapmiz, dunyoning bugünkidek murakkab bir siyosiy, iqtisodiy vaziyatda ya dunyoviy manfaat uchun, iqtisod uchun yoki siyosiy ba'zi omillar tufaylidan o'zining dinini xuddi Yahudi, xristianlar sotqanga o'xshash sotayotgan odamlarni ko'ryapmiz. Alloh hammamizni bundan saqlasin. Ya'ni bu shu kitobga mansub bo'lgan, samoviy kitobga, samoviy dinga mansub bo'lgan kishilarda ko'riladigan ig'ir darajada bir kasal. Bular shularning ichidagi ahli ulamo deb atalgan diniy ma'lumot va din egilari maxil shaklda ko'p ko'riladigan masala o'g'achqa Alloh subhanahu va taolo bundan bizni favqulodda ig'ir darajada eskartib ogohlantiryapti va shu xil shaklda xatolashganlarning
jazosini bizga deyish orqali, Allohning nazaridagi asli o'rnini bizga deyish orqali bizga og'ir darajada bir signal beryapti. Bugungi oyat shu xildagi oyatlarning qatoridan davotdi. Oyatda astag'firullah انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. قرائي محمد عليه الصلاة والسلام. قرائي أمة محمدية. Biz ilgirki ayetim okugan iftira attı degan yo'q ishni qanday qildi, to'qidi, qasdan to'qidi degan ma'no ya. Yani mushunga sharoat qilib qara Rasulullohga xitob. Rasululloh xitob bo'lgan ekan, bizga tabiiy ergashgan shaklda xitob bo'ladi. Qaranglar. Bular qandaqsiga Alloh nomidan yolg'onni to'qiyotdi yo'q yerdin. Biz ilgir saatda o'tdik. Biz Allohning suyumlik bandalari, biz degan Allohning bolalari, jannatga faqat biz kiramiz, yani Yahudiy kiradi, Xristianlar kiradi. Do'zaxga kirib qolsaqmi, jinoyatimiz tufaylidan shu necha kun turiblam chiqamiz deganga o'xshash o'zini oqlaydigan, darajadan yuqori ko'taradigan, boshqalarga qaragan vaqtda o'zini Allohning nazarida bir tanlangan bandalar deb, ya'ni Alloh bermagan o'rin, bermagan daraja, Alloh demagan gaplarni din nomidan tarqatadigan bu bo'hton amaliyati bularga oshkora bir ochiq jinoyat, yetarli jinoyat, ya'ni bularga nisbatan. Nimish qamdi? Chunki bular ahli kitob bo'lg'achqa asli bu gapni qilmaslik kerak. Ahli kitob bo'lg'achqa insofli bo'lish kerak degan shaklda Rasulullohga alohida qaro deb qan ko'rsatyapti. Rasulullohga ko'rsatgan bu xitob Rasulullohning ummati bo'lib bilan bizga qaratilgan kitob bo'ladi. Biz bu atrofimizga qarab boqishimiz kerak. Atrofimizdagi din nomidan so'zlayotganlar Qur'on, hadisni asos qilib o'zining dunyoviy va yoki boshqa bir manfaati, nufuzi, masalan, shuhrat va boshqa butun ishlarni xoli bir shaklda ixlosmandlik bilan da'vatamdi degan gaplarning hammasini yoki boshqa shaklda da'vatamdi. Buningga biz qarashimiz kerak, diqqat qilishimiz kerak. Ondan keyingi 51-oyatda yana o'xshashlar ahli kitob haqida ketyotdi so'z. Davotda astag'firullah. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibt wat taghut va yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Yani ma oyatda ilgirki oyatdagi mazmunlarning bir misol bilan ta'kidlanishi, misol bilan oydinlashishi. Davotda Allah subhanahu va taolo oyatda kitobdan nasibi berilgan, yani ahli kitob demakchi, kitobni biladigan, Tavrat o'qigan kishilar, bular Jibt va Tag'ut nomli Qurayshning butlarga qanday qiladi? Ishini o'tadi bular, ya'ni ishini bular. Ahli kitob asli butlan orasiga biroz masofa qo'yish kerak, yani biroz orliq saqlash kerak. Chunki bu degan ilahiy dinning mansublari, ilahiy kitobning mansublari, tavhid aqidalarining mansublari, o butu. O'tirgan asli biroz orliq saqlash kerakdi. Lekin bular buzdi, yani. O'zining ahli kitob ekanligini, o'zining mansubiyatini unutdi bular. Hatta kofirlar butparastligi qarata mu'minlarni ishorat qilib turib, kafirlikni ko'rsatib turib, butparastlikni ko'rsatib turib, mu'minlarga ishorat qilib turib, mavladin yo'li to'g'ri da'vatidi. Yuzi qizamasdan. O'zining bir samoviy din mansublari ekanligini unutdi bular. Bu nima desa o'chmanlik, hasad, yo'ldan chiqqanlik, nupuzlarining qo'ldan ketishi, manfaatlarining qo'ldan ketishi oldida bular mustahkam qanaqlanmadi, turanmadi qarindoshlar. Mushada alohida askartilgan shaklda oyatda kitobdan nasibisi berilgan degan gap, ya'ni bularning kitobdan nasibisi berilgan, osmon bilan aloqasi bor degan gap. Payg'ambarlar bilan aloqasi bor degan gap. Allohning manhijini o'ziga olgan, bularga tushirilgan kitoblar bilan munosabati bor degan gap. Mush gap degan gap desanglar yana bular odatdagi normal odam bo'lgan bo'lsa, bularning bu gapini to'g'ri tushunsak bo'ladi. Uqmaydi, bilmaydi desak bo'ladi. Lekin bular ahli kitob. Bu ahli kitob deganlik kitob maxluqlar bilan Xoliqning o'tirini bog'laydigan bir bog'lanchi u. Bog'lanchi.
Yani bular başqalarga qaragan vaqtda Allah qo'ygan munosabati biroz boshqacha, farqli qana qilish kerak, bo'lishi kerak. Allah bilan bo'lgan munosabat farqli qo'ygan odam har ish harakatida boshqalardan farqli harakat qilish kerak. Aqallisi, masalan, Allohga bog'langan bir odam bilan Allohga bog'lanmagan bir odam o'xshash bir musibatga duch kelsa, Allohga bog'lanmagani o'zini o'ldirib olishi mumkin. Chunki uning nazarida dunyo ko'z oldida ko'rgan moddiy sababdan iborat. Buning oldida hech qanday bir imkoniyat qolmadi. Qilishga tegishli hech qanday bir chora-tadbirlar qolmadi. Buning boshqa chiqish yo'li yo'q. Buning kallasida o'lmakdan boshqa yo'l yo'q. Shuni o'zini o'ldirib oladi. Ammo Allohga o'zini bog'lagan odam butun qilishga tegishli sabab, chora, tadbir hammasi tugandan keyin bağlanğan yeni bir yer var ki, muşu sebep çarelerinin Rabb olan Allah. Şu başka hakiki Allah'a bağlanğan kişi asla özünü öldürülmeydi. Aldığı kelgen o kıyınçılık, o çaresizlik onu ben gamga sanmaydı. Çünkü bu çare, tedbir, sebeplerinin üstüde şunun ilgisi olan Allah'ın varlığı işinidir. Bu noktadan Allah ile alakası var kişi ile, Allah ile alakası yok kişinin oturuda asman, zemin farkı var ki, tekrarlasam Allah ile alakası yok bu adam kılalaydıgan, kuludan kılıdıgan bütün çare tedbirini tükenliken bunu işi tükeydi. Aman kılanmasa ümitini üzüp, özünü öldürüp alırdı. Ama mümin anda akılmaydı. Bu noktadan karındaşlar, Allah ile bağlanğan insanların sözü, iş hareketi, davranışları Allah ile bağlanmagan kişilerin qanday oluş gerek, farklı oluş gerek. Doğru, dünyası, bütün sebepler tükendiğinde sebepnin üstünden bunu yaratqıçının bağlılığını qanday qilishimiz gerek, bölüşümüz gerek qarindaşlar. Bu nokta intayin muhim. Kişi sebeplerinin ilgisi olan Allah'a bağlanğan vaqtda özünün gücünü kimden alıdı? Allah'tan alıdı. Özünün bedendeki bütün əzaları həmmisi tamamen Allah'a bağlanğan vaqtda həmmə iş burunqi qılış qılğan qəmoslar tügeydi. İnsan adət Allah Subhanahu va Taala hayatda bütün irade erkinlikini bergen, özününki put, qol, köz, həmmə əzaları insandan şu erkinlik kanunu boyunca buyruğunu qılıdı. Mağdısa mağdı, tutudu, sözləydi, qaradısa qaraydı. Amma biz Allah'ın şularning hammasının erkinligini bizga berganligini va vaqti kelgan vaqtda bizning to'liq huquqini elib oladiganligini ishonganimizda, masalan Qur'oni Karimda limanil mulkul yawm, dunyoda insonga ixtiyor birliklik, ammo qiyomat kuni esa mulk, ig'dorchilik kimning degan bir savol qo'yildi Qur'onda. Javob berildiki lillahil vahidil qahhar. Vahid qahhar bo'lgan Allah'ның degan vaqtda bizning dunyodagi bütün işlerimizin hammasi tugaydi. Bütün işler sual so'roq Allah tarafiga yetadi. Shu vaqtda bizning tilimiz bizning irodamizdan sirtida so'zlaydi, qo'limiz irodamizdan sirtida so'zlaydi, putimiz irodamizdan sirtida so'zlaydi. Har a'zolarimiz so'zlaydi. Surah Fussilatning 21-oyida deyilgandek, va qalu lima shahid li juludihim lima shahidtum alayna. Tirlarga o'zining badan tirisiga deb ketadiki, nimishqa men qarish guvohlik bersizlar desa, bular javoban deydi ki, her şeyini sözletken Allah bizne qanday qildi? Sözletti. Demek bir yerde insanın ki hükümranlığı butunlay tugaydi. Allah'tan başka hiç kimning hükümranlığı qanday qilmaydi, qolmaydi. Yani bu noktani tushungan inson Allah'a muj nokta boyunca qanday qiladi? Bağlanadi. Bağlangan vaqtida insonning qishidagi tugab ketdi degan imkoniyat küçüydü vaqtda. Yüz bergen hadiselerge qarata güçlük bir irade bilen, sabitlik bilen, sıbatlik bilen yüzlünüdü. Allah Subhanahu va Taala'nın ki kengirchiligi şu vaqtda keladi. Mesela Qur'oni Karimni o'qigan vaqtimizda bizni mushu haqdiki Allohga bo'lgan ishonch, Allohga bo'lgan bog'lanish, dunyo manfaatlarining, dunyo qiyinchiliklarining, dunyo qiziqtiruvchi omillarining oldida bushib ketmaslikka qarata münasibetlik nurgun akidevi parçalar var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela birini misal alayım. Musa aleyhissalatu vesselam Allah'ın buyruğu olan Beni İsrail'ini ilip
Firavunning zulmidan qutuldirish uchun etmangdi. Bular dengizga kelgan vaqtida bularni o'qib qoldi-da. Firavunning qo'shinlari o'qib qolib, tafsir kitoblarda deyilgani bo'yicha million kishilik qo'shin bilan bularni qo'llab keldi. 6 dengiz. Keyin Firavunning qo'shini shu vaqtida Musa alayhisolamning qavmi o'zining kallasidagi sababga bog'langan tuyg'u bo'yicha, insonlik tuyg'usi bo'yicha tutib qoldi o'q. Dedi. Xato emasmi? Tabiiy xato emas. Chunki uning kallasida shu va sababga bog'lanishi va sabab nuqtasidan chiqish yo'li tugidi, tutildi. Ammo Musa alayhisalom bularga nisbatan qanday javob berdi? Musa alayhisalomning kallasidagi sababga bo'lgan, chor tadbirga bo'lgan bog'lanchisi bilan Allohga bo'lgan bog'lanchisida qavm bilan o'xshash maqomdimiti yoki farq qilmadi. Tabiiy farq bor. Bu degan payg'ambar shunga nima dedi? Kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Unda emas. Robbim men bilan meni to'g'ri yo'lga boshlaydi deydi. Endi Musa alayhisolamning bu to'g'rimi xatomi? Tabiiyki to'g'ri. Chunki Musa alayhisolamning kallasidagi Alloh qo'ygan bog'lanish Musa alayhisolamni sabab, chora, tadbirdan halqib o'tkazib o'tgan. Qavmi shu sabab, chora, tadbirga bog'langan nuqtada turadi. Musa alayhisolam uningdan qana qilgan o'tgan. Shunga u qadar ishonch bilan qo'rqmasdan unda yo'q. Allah meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Alloh subhanahu va taolo buning javoban nima dedi? Idrib bi'asakal bahr. Hasan bilan dengizni ur dedi. Herkes bir yerde ular hücum qil, ularning üstüne g'olib keldi. Hasanmi u dedi. Hasanmi ulam dedi. Boshqa gap yo'q. Ya'ni sababdan halqagan, chor tadbirdan halqagan bir kuchning voliqini Alloh subhanahu va taolo mushayda davatidi bizga. Musa alayhisalom hasulan urdi. Normalda hasulan uğanga, bir tayoq bilan uğanga dengiz ikki yoqqa bo'linadigan ish yo'q, ammo bo'lindi. Sabab qonuniyadan eshib ketdi ish. Su asli qonuniyat bo'yicha suyuq jism. To'kilib turadi, eqib turadi. Lekin bu vaqtda ikki taqqa o'xshash. Fakana kullu firqin kattudul azim. Sura Shu'araning 63-oyat. Ikki taqqa o'xshash bilandi. Ikki taqqa o'xshash bilandi. Bular o'ttirdan chiroyli bir shaklda qana qildi, o'tib ketdi. Musa alayhisalom bilan Musa alayhisalomning qavmi o'tib ketgan vaqtida Musa alayhisalom yana xuddi burun taqqidek birini usa ishkiga bilandi ya. Yana bir taqqidek birini urib asliga qaytarib o'tmoqchi bo'ldi. Chunki Firavunning qo'shini bizning keynimizdan kamisin degandek. Ammo Alloh subhanahu va taolo nima dedi sura Duhan 24-oyatda? Vatturkil bahra rahwa. O'z holiga qo'y. Dengizni o'z holiga qo'y. Sakin qo'y shu paytda. Nimishqa sizlarning o'tkininglarni ko'rib Firavunning qo'shini keyninglardan kirsin. Shu vaqtda bir narsalar ikki ish o'rinlanadi. Birisi Musa alayhisalom bilan qavmi qutulgan bo'ladi. Yana birisi Firavun oyada qanaqagan bo'lib tugashgan bo'ladi. Tamam, bu hikoyaning masalasi tugadi. Bu qissaninki. Bu qissadan bizga munosabat taraf nima o desa, Musa alayhisalomning qavmininki hodisiga qarata bergan yo'lmi? Bildirgan inkosi pozitsiyasi bilan Musa alayhisalomning pozitsiyasi o'xshamaydi. Eng inchki nuqtamiz shu. Qavmi insonlik tuyg'usi bilan, insonlik ma'rifati, insonlik idroki bilan o'zi bag'an darajada turib tafakkur qiladi-ki, ishimiz tugadi. Qiladigan ish qomidi, chor tadbirsiz qoldik. Oldimizdangiz, keynimiz Firavunning qo'shini amin tugashdik. Uning kallasidagi ba tasavvur mushitdi, sababga bog'langan, chor tadbirga bog'langan kalla bu. Ammo Musa alayhisalomdagi kalla qanday kalla edi? Ondan halqagan, sababdan halqagan, yani sababning yaratquchisi, sababning musabbibi, yani sababni bizga qo'yib bergan, dunyoning qonunini bizga bekitib bergan, chor tadbirlarni bizga bergan Allohga bog'langan ideya Musa alayhisalomga ideya. U o'simi sababdan halqagan bir shakldagi ishonchni Musa alayhisalomning og'zidan chiqadi. İnsanlık o'yin o'ylagan vaqtda qavmning to'g'ri, ammo insonlikdan halqagan bir shaklda Allohga bog'langan bir ideya bilan o'ylagan vaqtida Musa alayhisalomning to'g'ri bo'ldi. Endi bugungi oyatimizda Alloh subhanahu va taolo ahli kitobning kitob birilganligini ko'rsatib turib ahvolini bizga bayon qildi. Bular kitob birilgan bo'lgan bo'g'achqa
Allah bilan bağlanışı başka insanlarga o'xshamaydigan bo'lg'achqa, başka insanlarga o'xshash tafakkur qilmasligi kerak bo'lar asli. Unda o'ylamasligi kerak masalani. Unda tushunmasligi kerak. Ammo bu odamlar allazina utu nasiba minal kitob, kitobning nasibasini olgan, aynan boshqacha o'ylashi kerak bo'lgan bu insonlar xuddi Quraysh mushriklari butparastlar ishongandek, ash jibti tag'ut degan butlarga ishlab yuradi. Qanday bunday ahvol yuz bersin? Masalaninki xarakteriga qarab boqaylik. Asli bu vaqa Uhud urushidan keyin Huyay ibn Akhtab, Ka'b ibn Ashraf, Ibn Ubay al-Haqiq qatorliq, Abu Rafi qatorliq Yahudilarninki kattilari, cho'nglari 70 ga yaqin Yahudini elib, bular Qurayshning qashqoridi, Makkaning qashqoridi. Asli Payg'ambar islom bilan bularning o'tirida bir ahdi bor. Yani Medine'ye bağlandığı için Resulullah Medine ahalisi bilen şulanmıştı Yahudların bayağı tüzgen bir ahdi var, bunu buzdu bula. Şunu Ebu Sufyan'dan kaşığa girip Kureyş'nin çoğu dedi ki biz sizlerle bir sülhileşip, kilişip Muhammed'e karşı tutsak sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Sufyan müşahede ehli kitaptan akıllıkrak bir tefekkürünü kıldı. Ebu Sufyan deydi. Sen ehli kitap. Senin Tevrat'ın var. Asman'a karta bir münasibetin var, bağlanışın var. Sen işine bakan bir peygamber var. Ama biz onda emas. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunun bir kitabı var. Şimdi bakan. Bunun bir peygamber var. Demek bu işkinlarının bir ortaklık var deydi. Muşunchilik bir nuqtani ahli kitob tushunmaydi yoki tushunsin tushunmak istaydi. Demak, bu yo'ldan chiqqan degan gap. Butparast shu vaqtdagi Abu Sufyan bu nuqtani tunib yetarligilik. Ikkilarning bir munosabati va aloqasi bor. Yani bir o'rtaqligi bor. Endi atog'in o'sha o'rtaqlikning ta'sirida hozir biz bilan birga sulh tuzib qo'yib, atog'in Muhammad bilan kelishib olib, birilishib olib bizga qarshi chiqsa qanday qilamiz? O vaqtda bizni keyni tarafdan pichoqlab qolsanglar, biz o vaqtda nima ish qilamiz unda vaqtda? Mana savol qo'ydi. Ma shaklda savol qo'ydi. Dediki oxirisi yana biz sizlarga ishonishimiz uchun sizlar bizning butimizning qishib berib ibodat qilib, shuningga sajda ta'zim qilib, bizga o'zingizning sadoqatmanligini ifodalashinglar kerak. Birisi jibti tag'ut Qurayshning shu vaqtdagi but. Tevrat bizning kitobimiz deb da'vo qilayotgan insonlar, bular ahli kitob deyishgan odamning turib bu darajadagi yo'ldan chiqdi-da bular. Mushlar berib, ashli ko'rsatgan butning qishib berib, qana qildi, ma'qul deb ularga sayda ta'zim qildi. Ya'ni ahli kitob qilishga tegishlik ahli kitob belgilangan chegirdan bular qanaq ketdi, o'tib ketdi. Çünkü bularning bu darajaga kelgan narsa buningki ahli kitobliqi emas, balki bularning haqiqatni qabul qilmasligiga undayotgan boshqa bir narsa bo'lg'achqa, bular bir qadam xatolashdi. Bu xatolik uchun ikkinchi qadamlar to'g'ri keldi. Bu xatolik uchun uchinchi qadamlar to'g'ri keldi. Demak, buning xatoligi eshib bordi. Bu xatolikni bir og'iz gapga xulosalasak, Rasululloh qo'ygan nimasi o'chmanligi. Ya'ni bular qarab turib, bir ahli kitob turib, samoviy dinning sohiblari, mansublari turib, tavhid aqidasi bor bizda deb turib bular butqa ta'zim qildi. Buning hammasi Rasululloh qo'ygan nimasi o'chmanligi. Shundan keyin Ka'b ibn Ashraf Abu Sufyandan so'radi. Qanroq Muhammadning ahvoli sizlar bilan nadin nega bo'ldi? Ya'ni aranglar qanday, hozir qanday bo'ldi deb ahvol so'radi-da sallallohu alayhi vasallam. Abu Sufyan dediki, ata-onasining dinini tashladı. Seyli rahmlarini uzdi, ya'ni o tuqqanlarini tashladı. Madinaga qochdi. Biz olsak unda emas. Biz hojimlarni so'g'irmiz, shu vaqtdagi mushrik Beytullohni tavob qildiganlar demakchi. Mehmonni obdan kutib olamiz, bunda axloq bor bizda. Asr uchib qolganlarni qutqizimiz, seyli rahmi qilamiz, masalan, Beytullohni umr qilamiz, tavob qilamiz. Abu Sufyan Qurayshning qilayotgan bir munch ishlarini ko'p turib so'zildi-da. Shuning bilan
Ma ahli kitoblar Abu Sufyan va Abu Sufyanning atrofidagi odamlarga dediki, sizlar yo'l jihatda Muhammaddan to'g'ri dedi. Demak, bu darajaga va'da, rasullik bu darajaga va'da. Bir ahli kitob üzgü o'xshash bir ahli kitobni, ya'ni bir samoviy ishga o'xshash samoviy dinninki mansublari butparastlik, Allohni qo'yib qo'yib bir toshqa, loydan yasalgan jonsiz narsalarga ibodat qiladigan bir zalolatdagi kishilarni ko'rsatib turib, Mavladan to'g'ri yo'lda da'vatidi. Bugungi oyatninki asosliq ishorat qilayotgan nuqtasi Mavlaning maqli shakldagi haddini qana qilishlari, eshishlari. Va yaquluna lillazina kafaru haulai ahda min allazina amanu sabila. Yani Mavla mu'minlardan iman etganlardan yo'li to'g'ri ekan degan bir shaklda bunday noto'g'ri ifodani o'tirib qo'yayotganligini Qur'on bizga bunning yani rasvoligini Qur'on bizga qanaq beryotdi, echib beryotdi. Yani bu oyat orqali bizga Alloh subhanahu va taolo nim demoqchi? Bilamizlar qarindoshlar? Shunda demoqchiki, ey mu'minlar, sizlar bularni ahli kitob, samaviy dinning mansublari, bularning payg'ambar va Tavrat va deb bularga yaxshi qarab qolmanglar. Chunki bular u yerdan o'tib ketgan. U yerdan chiqib ketib qilib qiliqliq. Yani Allah bilan buni o'tirida munosabat qolmoqliq. Allah bunu tashlab o'taglik. Har biz mukallamlarga bu bizga o'xshash ahli kitob deb bu ahvol kelmasin. Agar aranglarda urush bo'lib qolgan, bir ish bo'lib qolgan chaqda bularga bulimi ahli kitobti deb turib yo'l qo'ydigan ishni qilmang. Chunki buning ahli kitobligi tugagan. Alloh bilan bo'lgan munosabati Allah burun uzilib ketgandan bular o'zlariga belgilangan chaqchigirdan chiqib ketgan. Burun bir payg'ambar kelsa, agar siz iymon etmasangiz biz shu payg'ambar bilan birlashib sizlarni otni samutni o'ltirgandek o'ltiramiz degan odamlar bugun kunda o'sha odamlarni yo'l jihatda sizdan to'g'ri degudek darajaga bordi bular. Shunga bularni kallanglardan chiqartinglar. Bularning ismi ahli kitob, mohiyati bular dindan butunlay chiqib ketgan. Alloh bilan bo'lgan hech aloqasi yo'q bularning, ne kitob bilan aloqasi yoki payg'ambar bilan aloqasi yo'q bularning. Buning og'zidan chiqayotgan diniy gaplar, payg'ambarga oid gaplar yoki Alloh nomini deyotgan gaplarning Alloh bilan hech nimasi yo'q, aloqasi yo'q degan bir shaklda bizning qalbimizni qanday qilyotdi, xotirjam qilyotdi bularga qarata. Ya'ni bularga qarata bularning xarakter mohiyatini bizga qanday qilyotdi, tushuntirib turyotdi qarindoshlar. Alloh subhanahu va taolo texmo ularning Allah'ның nazridagi o'rnini bizga tushuntirib davatida keyingi 52-oyatda ulaikallazina la'anahumullohu va may yal'anullohu falan tajida lahu nasira. Ana o'sha kishilar Alloh ularga la'nat qilgan kishilar, kimki Alloh la'nat qiladi ekan, Alloh kimga la'nat qiladi ekan, sen uningga hech yordamchi topolmaysan. Nimishqa? Bu yerda la'natninki bir qo'g'lash, rasvo qilish, halok qilish ma'nosi bor bu yerda qilg'uchi va qilinuvchi va qo'g'lug'uchi Allah, qo'g'lanuvchi ahli kitob yahudiylar. Rasvo qilg'uchi Allah, rasvo bo'g'uchi ahli kitoblar. Qo'g'lug'uchi Allah, qo'g'lanuvchi ahli kitoblar. Halok qilg'uchi Allah, halok qilinuvchi ahli kitob. Demak, Alloh o'g'a ekan bu ishni qilg'uchi bu ishning oldida bularga yordam berib, bulardan bu ishlarni to'sab qoladigan odam bo'lmaydi. Chunki Alloh cheksiz qudrat egasi. Buni ham o'ylan obdan qana qilamiz, tushunamiz. Normalda qo'g'lanuvchi, rasvo qilg'uvchilarni ruxsat rasvo qilinuvchi, halok qilg'uvchilarni halok qilinuvchi o'xshash darajada qolsa, undan keyin balkim qaysi taraf kuchli bo'lsa, shu taraf g'alaba qilishi mumkin. Uning qilmoqchi bo'lgan maqsadiga yetmas. Ammo bir taraf qo'g'lug'uchi, halok qilg'uvchi, rasvo qilg'uvchi Alloh bo'lgan vaqtida, yana bir taraf nima? Xalq bilan maxluqning o'tirdi bo'lgan masalada tabiiyki xalqningki g'olib, aziz bo'lishi aniq. Buning maxluqqa, Allohning la'natiga uchraganlarga yordam beradigan kishining chiqmasligi aniq qarindoshlar. Undan keyin Alloh subhanahu va taolo masalaning biroz xarakterini bizga qana qildi, echib davatdi. Am lahum nasibun minal mulk fa idza la yu'tuna an-nasa naqira. Ya'ni yoki ularning mulkdan bir nasibasi bormi,
qarasak, ular kishilarga hech qilchilik bir narsa qana qilmaydi, bermaydi deydi. Ya'ni ahli kitobning yana bir xarakterimizga ichib biryotdi. Bularni sifatlayotdi Alloh subhanahu va taolo ig'ir darajada piqsiq, baxil, ig'ir darajada ochiq ko'z ki amaliyotda bu sizning ko'zingizga ko'rinib qolgan tarafi bak cho'ng ko'rinib ketmasin. Qarasa Yahudiylar, ahli kitoblar boy. Jamiyatdagi iqtisod shuning qo'lda. Jamiyatdagi bilim, texnika shuning qo'lda. Bozorlar shuning qo'lda. Qarasa bu cho'ng ko'rinadi. Ammo Alloh da'vatidiki, bunun hech nimasi yo'q. Amlahum nasqibu minal mulk degani bunun amaliyoti qo'llaridagi narsalar vaqti kelsa Alloh subhanahu va taolo osonlamay oladigan narsalar. Bunun emas. Agar bunun bulab qolgan taqdirdimi, buni hech kimga nasib etmaydi. O qadar piqsiqki, o qadar baxilki, Sura Isro'ninki 100-oyatida shuni tilga qilib, "Qul law antum tamlikuna khaza'in rahmat robbi" Dangi Muhammad alayhisalom bular agar sizlar Robbimning rahmatining butun xazinasiga ega bo'lgan taqdiringlardimi, sizlar kamlab ketishdan qo'rqib haylimaysizlar uni. İnsan degan ashuna o'xshash bixil, piqsiq, o'zining kelgusini ansaydigan mashtaq bir hojiz keladi ya'ni. Mana bir piqsiq keladi degan oyatda bularni shuna sifatlaydi ya'ni. Agar bularning ozligidan emas, bixilligi, imkoniyatining tuvalligidan emas, bütün dünyanın xəzinləri bulanı olub qalğan taqdirdimi? Bəməydi bunlar. Yəni şunda deməkdir ki bu ayətdə meyli bu Qurayşnin kupparları olsun, ya ki Yahudların çoğları olsun, bunların əsli məqsədi, bunların əsli xarakteri açıq gözlük, mal dünyağa küzünün toymaslığı, iğir dərəcədə bixilliqliqi. Mana bularning tüp musulmonlarga qarshilik qilishdiki, Rasulullahni inkor qilishdiki sabab. Nimishqa? Chunki payg'ambar alayhisalom hamma odamni o'xshash qilishni qana qilgan avatilgan. Hamma odamni o'xshash qilish uchun avatilgan yerda kim bir aram bo'ladi? O'xshash bo'g'isi yo'q odam bir aram bo'ladi. Jamiyatdagi cho'ngi, kichigi hammasi barobar deydi islom. Islom buni olib keladi. Buningdan kim bir aram bo'ladi? Jamiyatda ma'lum nupuzga ega kishilar o'zining nupuzining yo'qolib ketishidan bir aram bo'ladi. Asli oyatning mazmuni bo'yicha Alloh bulg'i cho'nglik berganida, Alloh bulg'i mol dunyo berganida, bular Alloh bergan mush cho'nglik va mol dunyoni o'ziga vaqtliq berilgan bir imkoniyat, bir fursat deb bilib, yaxshi yo'llarga xajlab olsa, yaxshi ishlarga sarf qilib olsa, bunning qalbi kengaydi. Hech nimadan ansirmaydi. U vaqtida ish boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin bularning xarakterida ochko'zlik qo'g'achqa, bixillik qo'g'achqa bular bergan vaqtdimi mening azqamusun deb hech kimga bermadi. Din kelib, payg'ambar alayhisalom kelib, hamma odam o'xshash, inson insonning quli emas, hamma odam bir Allohning bandasi, bir Allah, yegona bir Alloh bilan bo'ysunadi, unda boshqa bo'ysunmaydi degan vaqtida o'zining qo'llaridan shu imkoniyat, shu nupuz, shu iqtisoddan ketishidan qo'rqib, undan keyin bu dinga, bu payg'ambarga qarshi chiqadi. Qarshi chiqish jarayonida shu darajaga boradiki, ilgirki oyatda deganimizdek, o'zining mengishga tegishlik yo'llardan mochak chigirsin halq qiladi. Bir ahli kitob berib, bir mushrikning qashig'iga sen musulmonlardan yaxshi degan gapni qana qilalaydi, qo'rqmay deyalaydi. Bulardagi asli masala bu. Asli prinsip bo'yicha bular Alloh bergan imkoniyat va yaxshilik, mol dunyo boyliqlarni davomli boshlar bilan o'rtoqlashgan bo'lsa, paylashgan bo'lsa, yetim yesirlarning beshini silasa, ojizlarning beshini silasa, bu davomlashdi. Eng yaxshi ne'mat davomlashgan ne'mat sura voqea deyilgandek la maqtu'atan va la mamnu'a. Ashu 100 obro'yiningki jamiyatga o'rniningki davomlashishini o'ylasa, buni yaxshi yo'llarga sarf qilsa bo'ladi. Ash iqtisodining davomli ko'payishini o'ylasa, yaxshi yo'llarga qana qilish kerakdi, xajish kerakdi. Chunki Alloh bekor qilmaydi birisiga bir 100 obro'yini, bir nom obro'yini, bir imkoniyatni, bir iqtisodni bergani, bir huquqni berganida. Boshqalar uningdan foydasin, manfaatlansin deb beradi.
Ama Allah bergen imkoniyatni o kadar bexillik, o kadar pıxsıqlıq bilen, o kadar açgözlük bilen hemen toplap hiç kim faydalanmasa, tabii ki Allah onu qanaq qaladı, elib aladı. Hem bulanın üçün olğan bir hata meselesi var bu yerde. Allah subhanahu wa ta'ala insanın başta hata düşüncesini təsvirlə bizə sürüb Pəcərlərinki 15-16. ayətində فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ Allah bir insanı imtihan qılıb, onu hürmetli qılsa, ona nimet ata qılsa, Rabbimin hürmetlidir deydi. Ama onu imtihan qılıb, onun rızkını qıssa, bana ahanet qıldı deydi. Allah bunun cevabı ne deydi? Yok, onda emas. O insan oylagandek bir adamın Allah'ın nazarındaki hürmetinin ispatı, onun iktisadının köpeygenligi, yüz abrayının çoğallığı, bir adamın iktisadının azlığan yoki cemiyet görünüm tüvelligenligi, o adamın Allah'ın nazarında bir harlanıp kalan insan emas ekanligiga qarata Allah cevabını deydi, kella deydi. Unda emas. Yani bir adamın baylığı hürmetlilikninki ispat edilemez. Bir adamninki kembagalligi Allah'ın nazarında o adamның har yoki tön derecedeki adam ekanligini ispat emas. Belki aslislinin xarakteringla la tuballa tukrimunal yatim. Pul mal berdi Allah sizlarga, imkoniyatinglar bor, ammo yetim qilmaysizlar. Mushu pul mal endi sizlarga hujjat bo'ladi, sizlarga qarshi bir isbot bo'ladi. Yeni bir sıfat buladı ki وَلَا تَحَادُّنَا لَتَعَامِلْ miskin. Hatta miskinlerge tamak biriş kim o? Kızıqtırmaysızlar. Demek sizlerdeki bu imkaniyet, bu iktisat sizin paydanlığı emas, zararınlığa. Demiş ki, çünkü kıyamet günüsü yani şunda bıxillik, pıxsıqlıq kılınğan malların hemmesi o adamga azap şekilde boynuğa qanaqlıdı, artılıdı. سَيُتَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bıxillik kılğan şu mal dünyaları insanın boynuğa artılıdı. Yani hazırki ayetimiz bilen, hazırki ayette ne dedik qarindaşlar? Ulanın bir mülkü bağ mı? Dost bəməydi ya kişiler, hiç ne bəməydi ya bula? Kılçılık. Bu mezmunun ki ilgirki Kureyş'nin qaşığı berip bir butperestlerini müminlerden yaxşı digüdek bir iş bilen nima alaqası var? Dese, asli bunun alaqası mesele bulanın şu bir butperestliğinin qaşığı berip üzülen oxşaş bir samavi dinga mensup bolgan kişilerini ulağa qarta seliştirip bunu sildin tüven, silip buldun yaxşı dep bir butperestliğini buldun yuqur kurashning sebebi del buladaki bir qorqush mesele var. Bayatmasak dep ötdük. Yani bula dindin paydalanıp özününki din kişileri ikenlikinden paydalanıp özünün xo'jayinligini saqlab atgan. Qurayshlarga o'xshash. Aşağıdaki bazı bir işlardan paydalanıp, özünün imkaniyetinden paydalanıp, Quraysh Arablar işide özünün xo'jayinligini saqlab atgan. Yahudlar Madinada özünün xo'jayinligini saqlab atgan. Biz bu voqealarga biraz kirsak, şu vaqtdagi Madinada Yahudlar bayliq egileri asli. Baylar yani. Butunlay üzümge pul taqtıdığan iş Yahudlarning gitti. Büyük qorğanlarını qanaqıvagan, silavagan, nurgun terilği yerleri var. Şu vaqtdagi bilim bulada, yani şu Medine'ninki umumi kontrollıqı muşulunun qulda etdi. Resulullah kelgan vaqtda bütün meseleler qanaqib qaldı, terlab qaldı. Bular biraz endişe qildi. Endi Qurayshning ahvollariga qarasaqmi, Quraysh bütün Arab qabilalarining ichida eng obro'li, eng yüzlük, hiç kim bulağa çakılanmaydıgan manda bir qabildi. Haremning iltifati bilan. Harem muşlarning qaşda bo'lg'achqa, bütün Arab qabilleri bularning qaşga kelgan bo'lg'achqa, bular chaqilib qo'ysak, hajdayaga borolmaymiz deb qana qiladi. Bular hurmat. Demak, ikkalisi o'z zamonida ma'lum foydalanayotganlar. Mayli iqtisodiy jihatda, mayli shu vaqtdagi bexatarlik jihatda foydalanayotganlar. Hatta sirttin kelgan hujumlarni Allah subhanahu va taoloninki yordam bilan bulardan cheklangan. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil degan surada, sura filda bularga hujum qilib kelgan fil qo'shinininki qushlar tarafidan vayron bo'lganligini tilga oladi Allah subhanahu va taolo. Va mushu suraning kendilam sura
Lilafi Quraysh'da, Sürü Quraysh'da bularga ikki xil ne'matni alohida eskartdi. Lilafi Quraysh ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Bular ashta bir xo'jayinlikka ega. Bular ashta bir emillikka ega. Şuna bular taraf-tarafga xalqa vaqtlarida safar urlashtira oladi. Taraf-taraf ko'rib tijorat qila oladi. Bularga hech kim chaqilmaydi. Shuning bilan bularning eminligi mukofolatga ega bo'ladi va bularning iqtisodiy tarafi, ya'ni rizq tarafi mukofolatga ega bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin bular buning shukronasiga falyabudu robb hadal bayt. Bu Beytullah'ның Rabbiga qana qilsin, ibodat qilsin ki bu Rabbi, bu Allah bularga açlıktan, bularga tamaq vergan, qo'rqinishdan bularni qana qilgan, emin qilgan. Ma şekilde tasvirlaydi Allah subhanahu wa ta'ala. Demek, şu ikki xil ahvolni biz ko'z oldimizga kelgan vaqtda andin keyin mayli Madinadagi Yahudlarning olsun, mayli Makkadagi Quraysh kuparalarining olsun, Rasulullohning da'vatini qabul qilmaslikka, musulmonlarga u qadar o'chmanlik qilishning sababini an qana qilalaymiz, bilalaymiz. Balkim bu masalaning oxirisi davomi keyingi oyatlarda bayon qilinishi mumkin. Amma qarindoshlar yuqorqi bir necha oyatdan biz uni tushunganimiz ahli kitob bo'lganlar, ya'ni kitob berilganlar, payg'ambar va kishilar, osmon bilan aloqasi va kishilar, ilohiy ta'limotni o'qiganlar asli qilishga tegishli ishi boshqaroq bo'lishi kerak, boshqalardan farqli bo'lishi kerak. Ammo aksi taqdirda yo'l tutgan vaqtda xuddi Alloh subhanahu va taolo Madinadagi yahudlarga qanday oqibat bergan bo'lsa, shunda shu oqibatga shunda yo'lda manganlar uchrashi bu aniq masala. Alloh bergan ne'matning shukronasi va Alloh bergan imkoniyatning bu shukronasi va ammo shu shukronasining qarshisicha, ya'ni shukr etishning o'rnida tuzkorlik qilsa, kupronlik qilsa, xuddi Quraysh uchragandek şu oqibatga şu tuzkorlik qiluvchi, nonkorlik qiluvchi cho'qim uchraydiganlik haqida bizga yuqorqi oyatlar bir signal beryapti. Vaqt munosabati bilan bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Kelasi soatda kurashganga qadar hammani Allohga omonat qildim. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.